oyining 25-sanasidan 10-dekabrgacha umumiy zo'ravonlikka qarshi kurashish 16 kunligi faol harakati boshlanadi. Jamiyatda o'z o'rnini topib mana davlat ishiga rasman ish faoliyatida faol, ham oilada faol. Farzandlarga hamisha samimiy munosabatda bo'lish kerak, yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Har qanday holatdan biz ayollar o'sha oilada go'zallikni, chiroylilikni, chiroyli munosabatni baribir ayollar qo'li bilan yaratib bo'ladi. Vazirlar Mahkamasi qarorlari qabul qilindi va o'sha himoya orderi tasdiqlandi. Mana bugun Navoiy issiqlik elektr stansiyasini xotin-qizlar o'rtasida mana shu targ'ibot tadbirini o'tkazar ekanmiz. Maqsadimiz mana shu targ'ibotimiz keng doirada tarqalib, albatta tumanimizda tazyiq va zo'ravonlikka uchraydigan, mana shu zo'ravonlik jabrdiydasi bo'lib qolib ketadigan ayollarimiz qolmasligi, shu ayollargacha kirib borish uchun mana shunday tadbirlarni olib boryapmiz. Bizni ishimizni, targ'ibotimizni birga yonma-yon qilgan insonlar sifatida yonimizga chaqirish uchun kelamiz.